Shohista opa, batlar qimmat. Aptekada nima normalniy vitamin D3 bor deganlarga mana marhamat. Amara D3 bor ekan. Tarkibida bitta tomchisida qaranglar. 500 vitamin D3. Menaxinon yaxshi ko'rganim K2 bilan birga ekan. Endi ichini ko'rib chiqamiz. D3 ga to'liq chuqur kirmay uni tushunasizlar nimaligini. K2 ga ozgina tushuntirish berib o'taman. K2 ning vazifasi nima? Kalsiyni suyak to'qimaga to'g'ri olib kirib beradi. Qanday to'g'ri kirmasligi mumkin deysizlar. Juda ham hozir bolalarda mana bu yuragini uzi qildirganimda kalsinatlar ko'p, tuzlar ko'p. Hamma o'zicha kalsiy beradi. U qon tomirda, bo'g'imlarda o'tirib qolyapti. Shuning uchun u kalsinatsiyaga uchramasdan to'g'ri suyakka borgunicha yo'lda juda ham ko'p joyga o'tirib qoladi. Kalsiy K2 uni to'g'ri suyakka olib boradi. Shuning uchun o'zimizcha kalsiyni bermaymizda D3 va kalsiy